pul degan bog' bor. Dog'chining qo'lida Juynob, bedikning qo'lida Tornab, turmanchining qo'lida Ustsurtab, qassobning qo'lida yuzmay surtab, cho'machining qo'lida qashtiq etab, lampochining qo'lida loj bilan lab bo'yab, kassirning qo'lida shuq bilan anglik etib, kichikpalning qo'lida shichini qilib, divorni xalqda budur qilib ketsin, baribir pulda u. Kirib sabab buna. Pul ashunda qo'ldan qo'lga o'tgandan keyin mehnat ish bitadi. Shu bayatig'idek men qo'lingni tilingni tekizib pul sanmaysan. Buna cheki bormi? Balli. Pul degan nima bu adash? Mushu dehqonni o'g'oqdek ijilib, lampungdek titrab, qoshlar zag'mandek cho'zilib, navoy ko'saydek kuyib, do'ppichning qo'llari yig'nida tishlab, chayponning ko'zlari to'shikdek to'lishib, haqqoning putri qo'lishib, usulchi jilondek to'lg'ishib, ko'mada qarab, zaga ko'rakdek tushildab, pichoqchi gushildab, marajni ichi g'ushildab, baqqol vaqirab, oyangash chaqirib, matkash taqirib, kavobchi zixlab, yamoqchi mixlab, muxbir maqtab, shopir qistab, naqshchi o'qib, yo'qchi shoqib, Bo'ldi. Bak bilibsiz, bo'ldi. Hammadan pulni ashundoq tas topadi. To'g'ri. Shunda bo'lganda ekan, pulni do'ppining ichida saqlamdi, qatlamdi, motlamdi, yitamdi, chiqamdi o'zining ixtiyori u. Yo'q, adash, biz xalq pulini asrashimiz kerak. Bu pul degan bog'i adash, gachiga til chiqirdigan, jimdigan narsani un chiqirdigan, yolg'on odamni ushoq qildigan, to'mirni osmonda ushotdigan, satni chiroyli qildigan, galoshni yuragli qildigan, yiroqni yaqin qildigan, dipingni yaqin qildigan narsa. Bu pul degan otangni xush qilganmi pul, ochangni xush qilganmi pul. Hey pul! Hey pul! Odamni jim turg'izmay madaltib chiqsagan ashu pul. Lekin ag'ina pul hammaga qodir emas. Shunda pulga o'zimni sotib olib bo'lgan bilan inoq oilaviy turmushni sotib olib bo'lmaydi. To'g'ri. Pulga odamni sotib olib bo'lgan bilan pok vijdonni sotib olib bo'lmaydi. Pulga dorini sotib olib bo'lgan bilan jonni sotib olib bo'lmaydi. Pulga kitob material sotib olib bo'lgan bilan aql farosatni, bilimni sotib olib bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin hammamizga ma'lumki, pul bizning turmushimizni kam bos bo'lmaydigan eng muhim narsa. Shunda aqida? Biz ba'zida yo'q taraqli pullarni xarjaydi ekanmiz. Yana ba'zida kona, shaltoq, bebashaylar mehnat pullarni xarjaydi ekanmiz. Bu pul zaten nereden chiqdi? Hozir biz xarjlayotgan xalq pulini Jungo Xalq bankisi bir tutash bisib taqtidi. Hey. Meni aşı pul bastan zavut qo'ysa. Sizda. O'zim bir bir pul bo'lardi. Ba'zi odamlar pulga ishonchi qilamiz-sa, buni o'zi qo'limizni silab taqib, silkib, faraqlab taqib, kun nuri usib taqib, jinjaliqni topimiz deydi ekan. Eng yaxshi ay pul tekshirish apparati tekshirib olmasak buning hammasi bekor. Agar apparatni joy chiqib qolsa, u chog'da har qaysi banklar tekshirsak bo'ladi. Bu jihatda banka xalqimiz uchun haqsiz mulozimat qiladi. Shundoq. Mana bu pulimni bankada almashib qolsam, çok pul berse tekshirib olaman dedi. Ey, ag'ina, bu bank degan hukumatning ishonchlik bir o'rni. Shunlashqa hargiz yolg'on pul bermaydi. Aksincha yolg'on pullarni fosh qiladi. Shunda o'zim hamda, usul adadigan o'lamda. Bankadagilar bizga o'xshash odamda ishiga chiqib chiqolmaydi uni. Ag'ina, sizlarga bu pulni kim bergan? O'zim ajratib topgan. Mana. Buni so'rab nima qilasan? Pulning kirish manbiga o'xshamasa, uni xosiyati o'xshamaydi. Shundoq. O'zim topgan pul lazzatli pul. Dadam bergan pul harakatli pul. Onang bergan pul barakatli pul. Balang bergan pul insofli pul. Erim bergan pul hisobli pul. Akang bergan pul ko'yimlik pul. Ining bergan pul sevimli pul. Xotining bergan pul minnatli pul. Mukofot bergan pul hurmatli pul. Iyoni qilgan pul saxovatli pul. Qo'ygan pul nadomatli pul. O'tni bergan pul adovatli pul. O'tni olgan pul hijolatli pul. Bankada qo'ygan pul tug'digan pul. Xiyonat qilgan pul bo'g'digan pul. Para olgan pul po'qildatgan pul. Nesi qilgan pul so'kildatgan pul. O'g'ri olgan pul buqildatgan pul. Jerman olgan pul g'otildatgan pul. Odamgarchilikka tutgan pul ko'tildatgan pul. Yigitning bergan pul sinoq pul. Saqlig'ini bergan pul sanoq pul. Xoshamatchi bergan pul foqoq pul. Dushmaning bergan pul qiltaq pul. O'g'ri bergan pul shaltoq pul. Kangum tutgan pul to'g'aq pul. Qimarda tutgan pul to'zg'aq pul. O'jasiz olgan pul tuhmat pul. Boshqa bergan pul kon pul. Doktorga bergan pul jon pul. Shunda hukumatga son pul, tuxraga non pul. To'g'ri.